Assalomu alaykum, hurmatli aziz-do'stlar. Mana nasib qilsa Vanderkot eng ertaga o'rigimiz gullaydi. 27-aprelga rang kirib pishishni boshlaydi, chiroyli bo'ladi. Hurmatli o'rtoqlar, aqlli o'g'itlar. Mana hozir kartoshka ekish jarayonida. Kartoshka ekishga ham nima bo'lib ketdik? Ancha mutaxassis bo'lib qoldik salkam. Shularda qanday market o'g'itlar va ya'ni qolaversa hozir yerlarda ertaga bir kunda yomg'ir beryapti. Biz kultivasiya usulida o'g'itlash. O'sha oldin yana qaytar aytaman, yoshligimizda dalalarga o'sha amapoz o'g'itlarini berib chiqardim. Keyin ustidan o'sha kultivasiya yerni haydov qilinadi, shudgor qilinadi. Hozir mana yerlarga sepib ko'rsataman va shu shudgorni qilishni ko'rsatamiz. Endi smart fertlarni o'sha 821 415 ligi bor, S03 TE deganlari bularning ta'siri qarayman 15-15 ta. O'g'it tarkibida azot, fosfor, kaliy va boshqa elementlar o'simlik tomonidan tez va oson o'rnashtiriladi. Shu bilan birga o'g'it tarkibidagi elementlar davomli muddat ichida tuproq tarkibida saqlanib turadi. Davomiy degani ya'ni oldingi o'g'itlar xususiyatini yo'qotsa bu davomiy saqlanib turar ekan. Yo bir yil kerakligini beradi, otib qolsa yana keyingi yilga beraverar ekan. Shuning uchun smart fet, ya'ni aqlli o'g'it deyiladi. Yo'qotishsiz ekinlar tomonidan muvozanatli holatda o'zlashtiriladi. Barcha turdagi tuproq sharoitlarida ham qo'llaniladi. Yuqori hosildorligiga erishiladi. Ushbu o'g'it qo'llanish yetishtirilgan mevalar, sabzavotlar va donli ekinlarning ozuqaviy sifati oshadi va saqlanish muddati asosiy chirib ketmasligiga nima bo'ladi. Keyin bular sho'r yerga ham bo'laveradi, sho'r yerlarga. Mana shu smart fet, ya'ni aqlli o'g'it deyiladi. Mana hozir o'sha haydov usulida ko'rsatib, kartoshka ekishni ko'rsatamiz. Kartoshkalarga ham foydalandik. Natijasini ko'rsatib boramiz. Bori haqiqatni ko'rsatganimiz yaxshi-ku. Dehqonlarni biz ham mana kartoshkani so'rab o'rganib, kartoshkaga salkam mutaxassis bo'lib qoldik. Mana texnikamiz tayyor, kultivatorimiz va o'sha smart fet sepib chiqamiz ustiga. Mana smart fetimiz. Texnika bo'lsa yaxshi ekan. Bu da oson bo'ladi. Dorini sepib chiqdik. Texnikada bir alashtirib chiqamiz. Ketsa 2 minut vaqtim ketdi. Yerni qarang, zo'r. Ekish ayni qizig'i mana kartoshkani ikkiga bo'lib turib, turnoqni ham ko'rsating mana. Bo'lib turib bu tomonni kulga botirar ekanmiz mana. Kulga botirsak, anaqa qurt tushmas ekan mana. Ikkiga bo'lib turib mana. Tepaga qaratib chiqdik. 35 sm ga mana. Tay kul mana. 35 sm ga qo'yib chiqdik shu nimalarni. Mevadorlarning orasiga bir qarish mana. Ana 35 sm mana. Bu smart fet 21 bilan 15-15 mana orasiga mana bir qoshiqdan solib chiqaverar ekanmiz mana. Endi buni texnologiya deydimi? Ana dehqonchilikda ham mayda-chuyda ikir-chikiri ko'p ekan. Ishim bo'lmasdi, kartoshkaga o'tgan yil eksam zo'r bo'ldi. Bu yil mukammallashtirdik mana. Endi mana ko'mib qo'yapmiz. Mana shu yerda bir ish bor. Mana kimdir arg'a olib ekadi. Hali nam zo'r. Mana bunday qilib ko'mib ketyapmiz. Oldinlari ariqni ichiga ekardim. Mana. Buni ham nima foydasini hozir aytaman. Mana ariqqa ekardik. Ariqqa ekib ariqni qo'yib berardik. O't chiqadimi? O't chiqqani ham bitta chopiq qilish kerak. Endi pilus bu yerda mana hozir ko'mib qo'yilyapti.
Arig'i yo'q, o'tib chiqadi, bir qarishma qancha bo'lsa chiqaveradi, yomg'irlar yoz qilsa yoqsa. Keyin bitta o't chiqadi, bilasizlar yo'q. Shunday o'sha o'tni bir qator chopib turib, arig'da olib qo'yaverar ekan. Vot mana ekonomiya bitta ham o'sha dehqonchilikda arzimagan sirlari mana qarang. Mana hozir bu yerga ekib qo'ydik mana tekis. Albatta bir haftadan keyin holati o't chiqadi, bijir bo'lib. Endi biz nima qilar ekanmiz? O'sha ham kartoshka chiqib turadi-yu, jarayonni ko'rsataman. Chiqqandan keyin bir qator o't bitta chopiq ekonom bo'lar ekan. Bir qator o't yo'qolar ekan. Mana shunaqa texnikalar. Mana Smartfert ifodani o'g'itlarini qoplab solyapmiz mana. Egasiga solamiz. O'g'itlashda shu kultivatsiya usulida bo'lsa zo'r bo'ladi mana. Hozir soldikmi? Endi texnikada yurib chiqamiz, ocharda. Ichida qolib ketadi. Mana o'g'it kultivatsiyaning ichida qolib ketdi, zo'r bo'ladi. Kartoshka ekamiz. Ko'rsatuv davom etadi. O'g'itlar o'sha Smartfertlar plus 99 8 78 147 05 00 4 minutda hozir haydadimmi? Ana. Ana uni qarang. Zo'r. Ha. O'tlarni ham pachani chiqarib tashlaganman. Hammaga sog' bo'linglar. Xatga boringlar, sog' bo'linglar. Ro'za ayyomlarim yana bir bor muborak bo'lsin va kelib turgan Navro'z ayyomlari muborak bo'lsin.